Ya 3 kiritamiz. Mana bu yerda n 3 ga teng bo'ladi. Mana bu yerda n teng 3 bo'ladi. Xo'sh. N 3 ga teng bo'lgandan keyin boshlanadi, pastga tushadi. Tekshiradi bu yerda. 3 tengmi 0 ga? Yo'q, 3 0 ga teng emas. Teng bo'lmagani uchun bu yo'qqa qarab ketadi. Agar 0 ga teng bo'lganda edi, ha deydidaniga ekranda 1 ni chiqarib qo'yadi. 1 qo'yilgan beri printga, o'shaning uchun 1 ni chiqaradi. Yo'q bo'lgani uchun bu yoqqa o'tadi. Bu yoqqa kelib bajarilib boshlaydi endi. K teng 1, I teng 1. Endi nima qilyapti? I tekshiryapti. Ya'ni I 1 ga teng edi. Aytyapti. 1 kichik yoki teng? 3. 1 3 dan kichikmi yoki tengmi? Ha, kichik. Kichik bo'lgani uchun ha deb mana bu yerga pastga tushyapti. Pastga tushgandan keyin yana K ni I ga ko'paytiradi. I ning qiymati 1 edi. K ni I ga ko'paytiradi. Pastdan yozaylik. K ni I ga ko'paytiradi. Bu I ning qiymati 1 ga teng. 1 ko'paytirilgan 1 deydi. K ham I ham 1 ga teng yuqorida. K ham I ham 1 ga teng mana. Kelasi ham 1 ga teng. Kelasi nima qilyapti? Ko'paytiryapti. Kelasini ko'paytiradi va yana pastga tushadi. I ga bitta qo'shadi. I ni bittaga orttiradi, ko'paytiradi. I qo'shilgan 1 qo'shilgan yana 1 qiladi. Bu yerda I 2 ga teng bo'ladi. K 1 ga teng bo'ladi. Mana bu yerga qaytib keladi bu. Yuqoriga qaytib keladi mana bu yerga. Endi bu yerda demak K'miz 1 ga teng bo'ladi. I'miz 2 ga teng bo'ladi. Pastga tushadi, tekshiradi. Demak I 2 kichik yoki teng, enga qo'yib tekshiradi. Mana bu enga mana bu shart tekshiradi. Tekshirganda shart bajarilyaptimi? Tengi ham bor. Ha, shart bajariladi. Bunda ham bajarildi. Bunda ham bajariladi. Ha bo'ladi. Ha bo'lsa pastga tushadi aniga. Endi K ga yana I ni ko'paytiradi. K 1 ga teng edi. I ni ko'paytiradi, 2 ni ko'paytiradi. Keyin yana pastga tushib bunga 1 ni qo'shadi. Bu 3 ga teng bo'ladi. Bu yana yuqoriga qarab ketadi mana bunga. Demak, bu yerda yana bu o'zgaradi. Nimaga o'zgaradi? Demak, K'miz 2 ga teng bo'ladi. I'miz esa 3 ga teng bo'ladi. Endi mana bu yerga tushadi, buni tekshiradi. 3 kichik yoki teng 3 mi? Ha. 3 3 ga teng. Yana shartimiz bajarilyapti. Bajarildi, pastga tushadi. Ko'paytiradi endi mana I ni ko'paytiradi. I nimaga teng edi? 3 ga teng edi mana. 3 ni ko'paytiradi. Pastga tushadi, bunga bitta 1 ni qo'shib qo'yadi. Bu 4 ga teng bo'ladi. Ya'ni yuqoriga chiqadi. Yuqoriga chiqadi. Yuqoriga chiqqandan keyin yana buni qiymatlari o'zgaradi. Demak, K ning qiymati 6 bo'ladi. I ning qiymati esa 4 bo'ladi. Yana pastga tushadi. Pastga tushgandan keyin I ni enga solishtirib ko'radi. I'miz 4 edi. 4 kichik yoki teng 3. Bu shart bajariladimi? Yo'q, shart bajarilmaydi. Shart bajarilmagandan keyin mana bu yerga keladi, mana yo'qqa o'tadi. Yo'qqa o'tgandan keyin K ni qiymatini chiqaradi. K ni qiymati bizda nimada? 6. Demak, K teng mana bu yerda 6 chiqadi. Natija K teng 6. Qiymat 6 chiqadi va tugatadi. O'z-o'zidan ma'lumki, K ni ko'ryapmiz. K qabul qilyapti nimani? 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3. Bu degani K faktorial degani. Ya'ni sonning faktoriali. Javobga qaraymiz. Javoblarda mana 1 ko'paytirilgan n-1 ko'paytmaning qiymatini hisoblaydi debdi. Haqiqatan bu ham yaqin. N natural songacha
bo'lgan butun sonlarning yig'indisini hisoblaydi. Yo'q, bu mm, hisoblamaydi. 1, 2, 3 ko'paytmaning qiymatini hisoblaydi. Bu ham yaqin. Kiritilgan eng natural sonning faktorialini hisoblaydi. Mana bu aniq javob. Demak, bu ham javob bo'lolmaydi. Demak, biz kiritamiz, natural son kiritamiz. Shu natural sonning nimadir? Faktorialni hisoblash algoritmining blok sxemasi berilgan. Javob D bo'ladi. Davom etamiz. Keyingisi labirint ekan.